Va yana ko'pchilik qiladigan xatolardan bu anrufen fe'lidan keyin kelishni to'g'ri qo'ymaslik. O'zbek tilida biz men senga qo'ng'iroq qilaman deb aytamiz. Lekin nemis tilida esa senga emas, seni deb aytish kerak. Men seni qo'ng'iroq qilaman. Masalan, ich rufe dich an. Ich rufe dir an emas. O'zbek tiliga taqqoslab nemis tilida qiladigan xatolardan bittasi yana gratulieren fe'li. Gratulieren bu tabriklamoq degani. Men seni tabriklayman deb aytamiz o'zbek tilida, lekin nemis tilida esa men senga tabriklayman deyish kerak. Masalan, ich gratuliere dir. Ich gratuliere dich emas. Keyingi fe'l bu zuhören. Tinglamoq, eshitmoq, ya'ni. Meni eshit deganda o'zbek tilida meni deb aytamiz. Ya'ni bu akkuzativga to'g'ri keladi. Lekin nemis tilida esa menga deb aytamiz. Ya'ni bu dativga to'g'ri kelishi kerak. Masalan, hör mir zu. Meni eshit. O'zbek tilida tarjima qilganda meni eshit, lekin nemis tilida menga eshit deb aytamiz.